Assalamu alaykum aziz hemşerilerim, hürmetlik aç sığınlarım. Hammalarning Ramazan ayıga mübarek bolsun. Ulug' Ramazan biz hanım kızlarga nisbeten japalık, amma bekmi mol husulluq aydır. Bu ayda biz bütün kişiler şirin uyqusuga g'arq bulup uxlab atganda, Allah rızasını közlep, nefsini paklashni maqsad qilgan ro'zadarlarga suhurluq hazırlash uchun hammadan avval o'rnimizdan turamiz. Ayollar Ramazandagi eng ko'p mol husul alg'uvchilardir. Çünkü biz her gün ro'zadarlarni iftar qildirish orqali o'zimizninkidan boshqa ularning tutgan ro'zasining ham ajriga shirik bo'lamiz. Sizlarga xush muborak bo'lsin. Payg'ambarimizning sizga xush bisharati bor. Kimki bu ayda bir ro'zadarni iftar qildirsa, uning gunohlari mag'firat qilinadi. Suyimlik ayol hemşirem, bu ay siz ixlosingiz bilan hazırlagan o temlik suhurluqlar, o'xshagan iftarliqlarni hazırlash bedeliga gunohlaringizdan poklanadigan aydir. Mehribon Allah hammamizni bu güzel mukofotlardan to'liq nasibimizni elishga muyassar qilsin. Aziz hemşeriler, biz ilim yer qizlar gruppasi bo'lish sifatimiz bilan ham bu bereketli Ramazan ayinglarga texmi ma'no qo'shish, bu ayda ikronlar bilan o'tkazadigan qimmatli vaqtlaringlarni texmi ahamiyatli qilish uchun kichikkina hadiya tayyorladik. Ramazan ayı boyunca her 2 kunda bir Kur'an-ı Kerim'de tilga ilingan namunalik ayollar haqida to'xtalgan Ramazanlık programımız huzuringlarda bo'ladi. Tunji qatimliq suhbatimizda barchamizning onasi, tunji yaratilgan ayol zot Hazreti Havva haqida to'xtalamiz. Hazreti Havva onamiz insoniyat tarixidagi tunji ayol, tunji ana, tunji bo'lib jannatga kirgan va tunji bo'lib Alloh taologa sajda qilish sharafiga muyassar bo'lgan ayol. İnsaniyat tarixida tunji bo'lib imtihon qilingan va xatolik o'tkazgan, shundaqla o'tkazgan xatoligiga tavba qilib, tavbasi qabul qilingan tunji ayol. Qur'on Karimda uning yaratilishi haqida tafsiliy ma'lumot berilmagan bo'lsa-mu, Qur'on Karimning sharhi va bayoni bo'lgan hadis shariflarda uning yaratilishi haqida bizlarga tafsiliy ma'lumot berilgan. Barcha kainatning yaratquchisi bo'lgan qudratlik Allah insonlarning otasi Adem alayhissalomni yaratgandan keyin uning jufti Havvani Adem alayhissalomdan yaratganligini bayon qilib mundaq deydi: "O sizlarni Adem alayhissalomdan iborat bir insondan yaratgan. Uning unsi ulfat elish uchun ayolini uning o'z tarafidan yaratgan zotdir." Hazreti Havva'nın yaratilishini bayon qilgan bu oyatda Alloh taolo sizlarni bir insondan yaratgan deb xitob qiladi. Balkim Havva onamizga o'zining jufti Adem alayhissalomning bir parchasidan yaratilgan bo'lg'achqa, ya'ni jonliq bir mavjudlikdan barliqqa keltirilgan bo'lg'achqa, hayotlik ma'nosini ifodalaydigan Havva ismi berilgan bo'lishi mumkin. Hazreti Havva jufti Adem alayhissalom bilan birlikda Alloh taoloning ularga ato qilgan buyuk ne'mati bo'lgan jannatda Alloh taolo iroda qilgan mezgilgacha turdi. Barliq maxluqotning yaratquchisi bo'lgan Alloh taologa qarshi takabburlik qilib itoatsizligidan jannatdan quvlangan va insoniyatning eng cho'ng dushmani bo'lgan shayton Alloh taoloning ato qilgan ne'mati ichida xotirjam yashab kelayotgan bu bir juftning qalbiga vasvasa uruqlarini chechib, ularni azdirib itoatsizlik yo'liga boshlab mangdi. Bu qissa Qur'on Karimda mundaq bayon qilinadi: "Ey Adem, sen ayoling bilan birga jannatda turg'in. Kinglar jannatning mevalaridan xolagancha yanglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar. Uningga yaqinlashsanglar, o'zinglarga zulm qilguvchilardan bo'lib qolasizlar." Lekin shayton ularning yepiqliq avratlarini ichib etish uchun ularga vasvasa qilib, Rabbinglarning sizlarga bu daraxtning mevasini yeyishni man'i qilganligidan maqsad sizlarning farishta bo'lib ketmasliginglar yoki jannatda mangu turib qolmasliginglar uchundir dedi. Hamda ularga men haqiqatan sizlarga samimiy nasihat qilguvchiman deb qasam ichib berdi. Alloh taologa osiylik qilishdan burun farishtalar so'rindan o'rin olgan shaytonning shirin shikar gaplariga qiziqib qolgan Hazreti Adem bilan Hazreti Havva xatolashib, cheklangan mevani yegandan keyin Alloh taolo ularni jazolab, zaminga tushirishni iroda qiladi. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: "Shayton o ikkisini man'i qilingan daraxtning mevasini yuguzib xatolashtirdi. Turayotgan jannatdan chiqarg'izib etdi.
Biz Adem, Havva ve İblis'e bir-biringlarga düşmanlaşgan holda cennetden yeryüzüge tushinglar. Yeryüzüde vaqtliq, ya'ni ajlinglar to'shqicha yerlashinglar ve nimetlerden bahramand bo'linglar dedik. Şeytanның vesvesesinden ta'sirlangan Hazreti Havva bu meyveni tetib beqishni Hazreti Adem'ge aytganda, o ikkaylan bizga berilgan buncha vala nimet ichida nima uchun faqat bu meyveni yeyishimiz cheklangan? Acaba tetib baqsaq bo'lmamdi degandek xiyollar bilan inson tabiatiga singib ketgan, qo'lida bo'lmagan narsalarga intilish tuyg'usi bilan u meyvadan yeb soludi-da, natijada Alloh taolo ularni jannatdan ayirib yer yuziga tushirish bilan jazolaydi. İnsaniyet tarixidan, xususan Adem alayhissalom bilan ayoli Hazreti Havvaning qissasidan so'z echilganda, nurg'un kishilar bu qissa haqida mulohiza qilishib, kashki Hazreti Havva shaytonning vasvasasiga quloq solmagan va Adem alayhissalomni o'zi bilan birlikda u mevani yeb beqishga qiziqtirmagan bo'lsa edi, ular bu xatolikni sodir qilmagan bo'ladi. Natijada ular va ularning avlodlari bo'lgan bizlarmi nozu ne'matlik jannatdan ayrilmagan va bu dunyoda buncha ko'p jafo mushaqqatlarga yo'liqmagan bo'ladiq deyishidi. Amaliyotda bu xristianlarning o'ttirig'i olib chiqqan ig'vosi bo'lib, ular Havva onamiz, ya'ni ayol kishi azg'un ham Hazrati Adamni u azdirganligi uchun jannatdan haydalgan deyishidi. Aksicha bo'lsa, Qur'on Karimning bayonida bu yerdagi vasvasa qilguvchi, ikkaylanni azdirg'uchining insonning ashaddiy dushmani shayton ekanligi bayon qilinadi. Amaliyotda bu hodisa hammani hikmat bilan o'rinlashtiruvchi Alloh taolaning insoniyatni yaratishidagi hikmatlarining jumlasidan hisoblanadi. Siz nozu ne'matlik jannatdan o'tkazgan xatoligi bilan qo'llanishga qandaqmi bir hikmat bo'lsin deb atamsiz? Albatta biz oddiygina aqlimiz bilan Alloh taolaning o'rinlashtirishining ostiga yoshirilgan sir va hikmatlarni bilib bo'lolmaymiz. Shundaqdimi Qur'on Karim va hadislarning bizga bergan ma'lumotlariga asosan Adem alayhissalom bilan Hazreti Havvaning va ularning avlodlari bo'lgan bizlarning qandaqdir ba'zi bir qism kishilar aytgandek, ularning o'tkazgan xatoligi tufayli jannatdan mahrum qolganligimizdan emas, balki bu ishlarning hammani hikmat bilan o'rinlashtiruvchi Alloh taolaning irodasi bilan bo'lganligini oydinlashtirib olishimiz kerak. Allah Teala Adem aleyhisselamның yaratılışı haqqında Baqara surəsinin 30-oyatida "Men yeryüzüde xalife yarataman" deydi. Yani bu ayette "Men cennetde xalife yarataman" demasdan, balki yeryüzüde xalife yarataman deydi. Buningdan shuni ko'rib olishga bo'ladi ki, Adem aleyhisselam bilan Hazreti Havvaning o'tkazgan xatoligining jazosi ularning yeryüzüge tushirilishiga sababchi bo'lgan bo'lsa-mu, bu qandaqdir bir qism kishilar o'ylab qolgandek, ularning Alloh taolaning bergan ne'matlariga qarshi qilgan osiylik tufaylidan emas, balki Alloh taolaning irodasi bilan bo'lganligining ifodasidir. Chunki Alloh taolo imtihon maydoni bo'lgan bu dunyoga Adem alayhissalomni yo'l boshchi qilib avatish bilan birga ularni bu imtihon dunyosini avatlashtiruvchi va insoniyatning ota-onasi qilib o'rinlashtirgan edi. Mana bu hikmatlik o'rinlashtirish bilan yer yuzida insoniyat tarixi boshlanib, toki kunimizga qadar davomlashib kelmoqda. Demek Adem aleyhisselam bilan Hazreti Havvaning yaratilishi va ularning jannatdan yer yuziga tushirilishi bir tasodifilik va yoki o'tkazgan xatolikning natijasi bo'lmasdan, balki ilohiy bir hikmatning namoyandasidir. Bu qissadan qanday darslarni chiqara olamiz? Birinci, Havva onamizning yaratilish jarayonidan ayollardagi nozuklik, tabiatidagi inchkilik, xuddi Payg'ambar alayhissalom degandek ayollarning parvishga, asralishga muhtoj dunyoning eng isil ne'mati, koinotning gullari ekanligini. Ikkinchi, insonning eng hurmatli yaratilgan maxluq ekanligi, Allohning nazarida yaxshi bir qul, har vaqt hurmatlanadigan, hatto farishtalarning ham sajda qilib hurmat bildirishga loyiq bo'la oladiganligini. Üçüncü, insanның eng cho'ng dushmanining Adem otamiz yaratilishdan boshlab toki qiyomatgacha iblis bo'lganligini, qo'limizdagi ne'matlardan oxirgi go'zal natija jannatdan mahrum qolmaslik uchun har vaqt shaytondan ehtiyot qilishimiz kerakligini. To'rtinchi, insonlarning eng muhim vazifasi yer yuzini gullantirish, yer sharida zulm, nohaqchiliklarning yuz berishiga yo'l qo'ymasdan dunyoni yaxshi kishilar, yaxshiliklar bilan avat qilish ekanligi.
5. Ayollarning o'zining holidan xabar elishi, Allohga bo'lgan qulchiligiga hamkorlashib, nasihat qilishi, eg'irlarini ko'tarib, birga yo'ldosh bo'lish uchun erlarga muhtoj bo'lganiga o'xshash, erlarning ham hayotini texmi ma'nilik qila olishi, o'zaro unsi ulfat ichida xo'shal-xuram yashashi, iymonini mukammallashtirish uchun ayollarga muhtoj ekanligi va bularga o'xshagan yana nurg'un hikmat va darslarni chiqara olamiz. Aziz hamshirlar, biz yuqorqi qissadan shuni xulosa qilib ayta olamizki, hech bir inson xatolikdan mustasno bo'la olmaydi. Bu deganlik biz ham o'xshashla Hazrati Odam va Havvoning naslidan kelgan bo'lg'achqa tabiiy xatolik o'tkazishdan mustasno bo'la olmaymiz, rohat turayli deganlik emas. Balki imkoniyatimiz yor bergancha nafsimizni kontrol qilib, xatolik sodir qilishdan saqlanaylik. Ammo qandaqdir bir g'ofilligimiz bilan insonlik holi qilib solgan xatoliklarimiz bo'lsa, otimiz Odam alayhissalom bilan Hazrati Havvo onamizning qilganidek butun qalbimizdan chin tavba qilaylik. Shundaqla insoniyat tarixining eng cho'ng dushmani bo'lgan shaytonning bizlarni qanday halokatlarga boshlaydiganligini har vaqt o'zimizga va atrofimizdagilarga eslatib turishni unutmaylik.